فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlarım. Her birilerinin ushbu ulug' cuma kunlari mübarek olsun. Allah Taala bu ulug' kunda hammamizning qilgan yaxshi ibodat va amallarimizni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Allah Taala hammalarga xotirjamlik va salomatchilik bersin. Amin. Bugün biz Allah'ın izni bilan Tarık suresinin 5. ayetinden 10. ayetigacha bo'lgan 6 ayeti kerimenin tafsirini kısaca bayan qilamiz. Allah Taala o'tgan hafta o'qigan ayeti kerimelerde osmonlarga va kechida ko'rinadigan yulduzlarga qasam qilib turib, her bir insonni qo'g'daydiganligini, keç gündüz onu qo'g'daydigan farishtani avatib, insonni har turli xatarlik ahvollardan qo'g'dab, onun rahat hayot kechirishiga, ishlarini rahat qila olishiga imkoniyat berib turayotganligini bayon qilgan edi. Bugun Alloh taolo bu insonni tafakkur qilishga, o'ylashga, o'zining qandoq yaratilganligini ve akıbetinin nima bo'lganligini tafakkur qilishga chaqirib shundoq deydi. Estaizu billah. Falyanzuril insanu mimma xuliq. Qarasin bu insan, bütün insanlar mimma xuliq, nimadan yaratıldı? Özünün nimadan yaratılganligiga, qaysi narsadan yaratılganligiga, qandaq yaratılganligiga qarasin, yani tefekkür qilsin, o'ylansin. Buni ilmi tadqiqot elib borgan doktorlarning, bilim adamlarının tadqiqotlarini o'qib, Alloh taolaning qudratini ko'rsin. Alloh taolaning bu insanı qandaq yaratganligini, qandaq bu vücudga keltirganligini ko'rib, Allah'a bo'lgan aqidasi, ixlosi, iymoni kuchlansin. İman etmaganlar Allah'ın kudretini ko'rib iman etsin deydi. Xuliqa min ma'in dafiq. O insan yaratıldı, itilip çıkıdığan sudan yaratıldı. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ını topraktan yaratıp, onun kaburgasından Hazreti Havva anamızını yaratkandan keyin, ondan keyinki barliq insanlarını muşu sudan, yani ayaldan etilip çıkıdığan sudan yarattı. Yahrucu min beynis sulbi ve teraib. O etilip çıkıcı su olsa, omurtqa üsthalları, omurtqa sonraki bilen teraib, yani kökrek ve kaburga sonaklarının arasından çıkıdı deydi. Hem de bir yerde Allah Teala
insanın asli bu dünyaya qandaq yaratılganlığını oylab, tefekkür qilib, Allah'nınki kudretini, birlikini ko'rish uchun bunu yaxshi bilgan vaqtida aqli va insofli insonning Alloh taologa shukr qilmay turolmaydiganligini o'tirg'a chiqarish uchun Alloh taolo bizga bu nimadan yaratilganligimizni bayon qildi. Endi inson ana dada yani ayolning cüplüşüşü bilen her ikisinden etilip çıkıdığan, her ikisininki omurtqa ve kökrek soğuklarının arasından etilip çıkıdığan su, yani meni, sperma, bulardan anının rahmide toplanıdığanlığı, rahimde toplanğandan keyin ma'lum muddatdan keyin o meni qonga aylanib qon bo'ladi, ketib qolgan bir qonga aylanadi. Onundan keyin o qon asta kichik bir go'sh parchasiga aylanadi. Onundan keyin bu go'sh shu rahimninki nimaga temiga esilib turib, rahimninki atrofidan yeb, yo'g'inab cho'ngiydi. Onundan keyin Alloh taolo bu go'shtni haykalga, yani ustixon bir insonning haykaliga aylantirdi. Onundan keyin o haykalning so'natning ustixonning ustiga go'sht yaratdı, göç kondurdu. Bu ağırlıkta onunki yürek ve başka bağırlık iç organlarını, tomurlarını, peylerini, kereklik bağırlık organlarını yarattı. Şunun bilen o bir sak bir insan, toluk bir insan halatına kelgandan keyin Alloh taolo onun can kirgizdi. O canlıq halatda tug'iladigan vaqtigacha mushu tadrijiy holda mushu ahvollarni o'tkazib dunyoga tug'ilgandan keyin hayot yashay oladigan bir holatga keladi 9 oyda. Mana mushu ahvollarni bundaq o'zichakki mushunda bo'lib qolamdi. Unda bo'lib qolmaydi. Uni yaratish uchun, uning ko'z yaratish uchun, quloq yaratish uchun va uning put qo'l, yurak, oshqozon, uchay, uning ichidagi barliq organlarni shun yaratish uchun qanchalik qudrat, qandoq ilm kerak bularning bosqichlarini o'ylab, tafakkur qilib, Alloh taolaning kudretine, qandaq ve kudretinin cheksiz ekanligini, Alloh taolaning ilminin cheksiz ekanligini bilishimiz kerakligini Alloh taolo bu yerda bizga buyuruydu. Yani falyanzuril insan qarasin degan, tafakkur qilsin, o'ylansin, tadqiq qilsin, izlansin, mushularni Allohning kudretini ko'rdi shunday qilsa deydi. Endi bu buvaq haliga kelgandan keyin onaningki qo'sqida nafas oladi, oziqlanadi, sirtdagi insonga o'xshash. Bu qandaq nafas oladi edi, qandaq oziqlanadi, oziqlangandan keyin oningki sirtqa chiqadigan narsalarni chiqarish kerak. U qandaq chiqadi, mushu narsalarni hammani tafakkur qilishimizga, o'ylashimizga buyuruydu. Ama shunday o'ylangan vaqtimizda andikin Alloh taoloninki bizga bo'lgan qandaq mehribonligini, qandaq shafqatligini bilamiz. Undan keyin Alloh taologa bo'lgan
shukr qilish hissiyotimiz qo'zg'aladi. Alloh taologa shukr qilish uchun texmi yaxshi ibodat qilishga, texmi yaxshi amallarni qilishga, Alloh taolo rozi bo'lgan ishlarni qilishga bizga turtki bo'ladi. Allah'a ishonmaydigan, Allah'ni yo'q deydigan kafirlarni mushundaq tadqiqotlarni elib berib, izlanib, mushu ahvollarni ko'rgan vaqtida agar qalbida bir insof bo'lsa, bu insonning yaratilishining, bu ahvollarning bunda o'zligidan bundaq bo'lib qolmaydiganligini, bir zotning buni shundaq planlab, shundaq qudrati bilan, ilmi bilan yaratadiganligini bilib, shu ulug' yaratquchi Allohga iymon keltirishga sabab bo'ladi. Shuning uchun mundaqqa hech nimani o'ylamay, yeb ichib o'tib ketmay, bu narsalarni o'ylanglar, o'zingizki bu qandaq vujudga kelganliginglarni, qandaq yaratilganliginglarni, qandaq bu dunyoga chiqarilganliginglarni o'ylanglar, tafakkur qilinglar, izlaninglar, tadqiq qilinglar, mening qudratimni ko'ringlar. Mundaq aqlsiz hayvonotlarga o'xshash yaşamanglar deb Alloh taolo bu oyatlarni bizga bayon qilib, bizni shundaq tadqiqot elib berib, izlanib, bu haqiqatlarni ko'rishga buyurdi. Hamda Alloh taolo mushundaq qudrati bilan, mushundaq ilmi bilan, shundaq chiroyli, shundaq kelishimlik insonni ananing qo'sqini yaratib, uni dunyoga chiqargan ekan, bu dunyoga kelgan ekan, uningga bu dunyoda cheklik bir vaqt yashashga ömür bergan. O ömür tugaydi endi. Jiq olsun, az olsun tugaydi. Tugaygandan keyin nima bo'ladi? İnnehu ala rac'ihi laqadir. Hakikaten o Allah şu sizlarni analarning qo'sqida shundaq qudrati bilan, shundaq shu bir sudan yaratgan, yaratishga kuchi yetgan buni shundaq ulug' Allah sizlarga bergan ömrü tugagandan keyin ala raj'ihi o insonni qaytirib akilishga laqadir, albatta qodirdir, albatta kuchidir. Endi buni bizningki Alloh taolo bizning aqlimizga uyg'un keltirib gap qilyapti. Bir narsani yo'qdan ijod qilgan bir odam, mayli bir mashina olsun, mayli bir kompyuter olsun, mayli har qanday bir narsani burun yo'q edi. U andoq tafakkur qilib, o'ylab, fikr qilib, bir narsalarni qurashtirib, bir narsalarni yasab, buni ijod qildi, o'tirg'i chiqardi. Keyin o narsa buzilib ketdi. Endi uni boshda faqat yo'q vaqtida shundoq o'ylab chiqargan, ijod qilgan bu injener, bu usta, endi o narsa buzilib ketgandan keyin uni qaytadan tuzab qilishi, bu bizning aqlimiz bo'yicha aytgan vaqtimizda burun yasagandan natijasi oson bo'ldi. Çünkü burun yok idi o. Yok bir narsani yaratdi, ijod qildi. Endi uni buzilgandan keyin o narsani mundaq qo'latdi, undaq qo'latdi deb uning qandaq ijod qilganligini bilgandan keyin uni isloh qilishi, remont qilishi, asliga keltirishi ham oson bo'ldi. Bu nima bilan qargan vaqtimizda deydi Alloh taolo, sizlarni shu yo'q vaqtida, shu ananglarningki rahmida mushundaq bir kichikkina bir sudan mushundaq chiroyli inson qilib yaratishga, sizlarga shundaq ko'z, quloq, og'iz, burun bunday narsalarni yaratib qilishga kuchi yetgan Allohning
albatta sizlarni o'lgandan keyin qaytadan yaratishga kuchi yetadi. Chunki u sizlar yo'q chog'da yaratdi. Endi baliqdan yana buzilib, o'lab, badallaringni tushirib, ustixonlaringni tushirib ketgandan keyin uni asliga keltirish, burun yaratishdir oson. Allohga nisbatan oson qiyin deydigan ish yo'q endi. Bizning aqlimizga nisbatan keyingi yaratish oson bo'ladi. Unda olgandan keyin albatta Alloh taolaning o insonni o'lgandan keyin qaytadan yaratishga albatta qodirdir. Shuning uchun qiyomatning bo'lishi bu aqlga uyg'un keladigan bir ish. Insonning aqli qabul qilmaydigan ish emas, agar shunday o'ylasanglar. Yine hamda bu yerda ala raj'ihi, yani onu qaytarishga degan so'zda bu qiyomat kuni qaytadan yaratishga degan bo'ladi deb tafsir qildi. Yine shuni o'ylasak, Alloh taolo bizni bu shu dunyoga o'zi yaratib kelgan ekan, yana bizga bergan umri tugagandan keyin o'zining dargohiga qaytirib ketishga degan ma'nosi bor. Ya'ni bizni bu dunyoga keldi, yaratdi, ma'lum muddat bizga umr verdi, ondan keyin yana o'zining dargohiga qaytirib ketadi. Ya'ni bu dunyoda bizni mangu qo'ymaydi. Qaytirib ketgandan keyin qiyomat kuni uni qaytadan yaratib, qaytadan unga hayot berib, ondan keyin bu dunyoda qilgan ishlarimizga din hisob oladi. Yawma tublas sarair. Endi o insonni qaytadan yaratish qachon bo'ladi desa, yawma tublas sarair, sirlar ochilgan kunda bo'ladi. Şundak bir gün ki o bütkül sırlar, bütkül mahfiyatçılıklar, bütkül yoşurulgan narsalar hemmesi aşkara buludu. Hiç kandak narsa yoşurunup kalmaydı. Hiç kandak narsını mahfi tutup kağılıp olmaydı. Bu mahfiyatlıklar, bu sırlar meyli insanın kalbide, yürükide yoşurulgan sırlar olsun, meyli birbirinden yoşurulgan işleri olsun, meyli insanlar başkaları kömüge yerde kılgan işler olsun, hemmisi içili doyar kıyamet günü. Hiç kandak Allah'ın aldıdan, hiç kandak sır bulmaydı. Mana muşundak günde silahını insanlar qaytadan yaratışga Allah Taala albatta qodirdir. Silahını qaytadan yaratıdır. Yani silahga qaytadan o'lgandan keyin badallaringni tushirib ketgandan keyin o tushirib ketgan badallaringlarga yangidan jon berib, xuddi silahni ananglarning qonida bir sudin yo'qdan yaratib jon berib yaratgandek oxiratda sizlarni yangidan yaratib chiqaradi. O günde bu dünyada kılgan barlık işlerinle, sırlarınla, yoşurgan niyetlerinle, garazlarınla, birbirinin aksın kılgan suikastlerinle, yaman işlerinle, hemmisi meyli yakşı sırlar mı bağımdı? Yakşı işler olsun, hemmisi aşkar buludu. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. O şundak bir gün ki o günde o insana özüdün mü bir kuvvet yok, وَلَا نَاصِرٍ ve sırtın mı yardım bir gücü yok. Yani kıyamet günüsü Allah Teala'nın aldığı bağında gül sırlar açılganda, hiç kandak bir narsa yoşurunup kalmagan vaxtida Allah Teala'nın eğer azabına uçrab gelse insan, o azaptan öz kudreti bilen kutulup kalışka, özünü müdafaa kılışka, azaptan özüne kutulduruşka, özünün kıyma gücü yetmeydi ve o insanını kutulduruveriş için başka bir yardımcı bulmaydı. Hiç kim onun yardım kılamaydı. Hatta şefaat kılgıçılar mı Allah Teala ruhsat vermese şefaat kılamaydı. Şunun için ya da hem insan
öz beshiga qoldigan gap, öz aldiga hesap beradigan gap, o yerde urug' tuqqan ota-ona degandek bir-biriga shafaat qilib, bir-biriga yordam qilib qutqizolmaydi. Onun uchun Allah Teala bu ahvallarni bizga qanday qildi, bu dunyoda bayon qildiki, shu kunga tayyorlik qilgaymiz. Mana oldimizda undaq kun bor. Onun uchun bu oyatlar butkul insonlarga, mu'min bo'lsin, kafir bo'lsin, butkul insonlarga xitob qildi. Kafirlar shundoq o'ylab, fikr qilib, haq yo'lni topsin, Allohga iymon keltirsin deb uningga chaqiriq qildi. Mu'minlar o'zininki qiyomat kunisidagi ahvolini o'ylab, shu sirlarning ochiladigan, hech qanday yordamchi bo'lmaydigan kunni o'ylab, Allohning roziligiga erishadigan, o'zini qutqiza oladigan yaxshi amallarni bu dunyoda qilsin. Kishilarga yamanlık qilmasin, aqida hech kim ko'midi deb maxfiy yaman ishlarni qilmasin. Yaxshiliklarni maxfiy qilsa yaxshi bo'ladi. Alloh taolo qiyomat kuni shu maxfiy qilgan yaxshiliklarni o'ttirib chiqarib mukofot beradi. Mushu ahvallarni bizga Alloh taolo tanishtirdi. Alloh taolo hammamizni bu dunyoda ham iymon bilan yashab, yaxshi amallarni qilib yashab, yomon amallardan uzoq turib, bir-birimizga qarindosh do'st bo'lib yashashni nasib qilsin. Alloh taolo oxiratga borganda bu sirlar ochiladigan kunda bizni rasvo qilmasin. Al-olamning oldida sirlarimizni ochib bizni rasvo qilmasin. Allah Teala bizni o dünyada ham yo'gab gunohlarimizni mag'firat qilib jannatga kirgani nasib qilsin. Amin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.